Solay aka, savdo bozorida qilamiz. O'zroq qilishni o'rgatasizmi? Haqiqatdan men issiqda tovuqni yeb qo'yibsan. Bunga nima ketadi? Pista, bodom, mayda chuyda o'sha narsa baquvvat ovqatlarni mashina olinadi. Yur, men senga bitta o'rgataman. Yur. Oka buni kilosi nechta pulida? Mayizchi. Napsi chuqurlama uni xo'roz o'ziga ham o'xshamaysan-da. Bunda 5 kilo, bundan 5 kilo beri. Sen nimaga berib kelding? Men Paşa to'yladimda o'g'illik qilmagan bundoq turib sog'laydiganlar bor-da. Bunaqa shundan beringi tushunding ha, tez olgina qilib diviziyaga kirish boshlaydi. Tushunding? Shunda ha. Solay aka, mevalarni qilamiz. Kalla haqiqatdan to'g'mi edi. Qaysi klassda o'qigansan? A klassda. A klass yemagan mevalarni borku, men Xorazmga beraman. Yutsa borku jaraq pul bo'ladi. Tushundingmi? Maza qilagan. Oka banandan 2 kilo, olmadan 2 kilo mayda chuydasidan qilib beringni. Dakani maza qilsin. Solay aka, kalla ishladim, 150 mingga bodom olamiz. Echgan o'shagamsan nima bo'lgan? Qara, xo'roz o'zida hech qachon past ketmaydi. 500 ming desa ham oladi, tushundingmi? Oka 2 kilo torting. Bor, bozorligini yig'ishtir. Bu sar boqqanda ikkita xo'roz boqsam jangda pul yutib berardim menga. Kelinglar. 1 kilo taliq joydan qilib bering. Xo'p. Maza qilib o'g'illar yo'qlar, o'sha yerkamiz. Bormi o'shnaga? Bo'pti. Ha? Mana hozir mana sen qo'shib qo'ying. Mana o'choq deydi. Xo'roz o'zga aylanmay qoldi.